Xullas qarindoshlar, xitoylik qizni ko'rsatishi bo'yicha o'zbek qizlarini sarpasiga mindechkin kosmetika nabor chiqibdi-de. Ichida bitta men yo'q ekanman. Bu biz g'atinda buni sinab ko'rish kerak. Deb turib, imенно o'shani o'zidan Xitoydan zakaz qildim qarindoshlar. Monovini chiroyliligini sal qolishiga sal qoldi-ya. Haqiqatda videoda ko'rsatgandagi juda ham chiroyli nabor ekan. Har bir detaliga o'zgacha urg'u berilgan. Bu naborning ichida yo'q narsasini o'zi yo'q qarindoshlar. Tushdan tortib to pudragacha. Xullas qarindoshlar, mana shu korobkani ichida yuzingiga chaplanish kerak bo'lgan nima bo'lsa hammasi bor ekan-de. Bunichi yana boshqachasi ham bor ekan qarindoshlar. Mindechkin молочный svetligidan ham zakaz qilgandim. Rosa chiroyli ekan-a. Shunaqa shirin naborlarni Xitoydan prosta narxlarga zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, albatta qarindoshlarim buni rangiga ham qiziqishadi. Shu sababdan opaginamdan iltimos qilib ishlattirib ko'rsatib berdim sizlar uchun. Xullas, shunaqa bir-biridan shirin bo'lgan kosmetika naborlarni to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizni 2 kunlik bepul darslik kutmoqda. Profilim shapkasidagi aynan mana shu link orqali bepul darslikka marhamat qarindoshlar.